AQSh Rossiyaning Qrim ustidan nazoratini tan olishga tayyor. Ommaviy axborot vositasi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. AQSh prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Stiv Uitkov Qrim va boshqa hududlar bo'yicha Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bevosita taklif beradi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib The Telegraph xabar berdi. Nashrga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainadagi urushni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishish maqsadida Qrim va Rossiya qo'shinlari tomonidan egallab turilgan hududlar ustidan Rossiyaning nazoratini tan olishga tayyor. Qayd etilishicha, aynan shu maqsadda Donald Trampning o'zining maxsus vakili Stiv Uitkov va kuyovi Jared Kushnerni Moskvaga Vladimir Putinga bevosita taklif berish uchun yuboradi. Manbalarga ko'ra, AQSh diplomatik an'analariga zid bo'lgan ushbu hududlarni tan olish rejasi Yevropa ittifoqi a'zolarining xavotirlariga qaramay ehtimol amalga oshiriladi. Amerikalarni Yevropaning pozitsiyasi qiziqtirmayotgani tobora ayon bo'lib bormoqda, deydi manbalardan biri. Eslatib o'tamiz, kecha 27 noyabr kuni Vladimir Putin Qirg'izistonga tashrifidan so'ng Ukraina bo'yicha tinchlik jarayoni haqida gapirgandi. Xususan, u Kiyev bilan huquqiy jihatdan kelishining imkoni yo'qligini aytdi. Shu bilan birga Rossiya rahbari Moskva yaqin vaqt ichida AQSh delegatsiyasining tashrifini kutayotganini tasdiqladi va Ukrainadagi mojaroni tartibga solish bo'yicha muzokaralarning asosiy mavzularini sanab o'tdi.